Beltaş dep koyat. Bel oğragandar maşerden 3 yolu sıygalansa belinde ağrısı ketadi. Ana. Balalı bol babandar başkalar dağı uşunday kılıp turup sıyınıp maşerden düşüşüyordu da. Issiq bo'lib ketsa haqiqatan toshlari. Odamlar kiror. Ha. Juda ham salqin ekan. Orada ichida muzey qilingan ekan. Boburni uyi deydi bu yerda. Bismillah. O'sh shahri. Assalomu alaykum barchaga. Qirg'izistonning O'sh shahridan. Nima deymiz? O'sh shahrini eng ko'zga ko'ringan turistlar ko'p tashrif buyuradigan Sulaymon tog'iga qarab ketyapmiz. Nima deydi? Bayroqda jilek deydimi? Jilek. Qirg'izistonda jilegi jilpirab turadi. To'g'ri gapirdimmi? Buna yer raskopka qilganda, mashajergacha. Raskopka qilganda mashinaning ichidan turbalar chiqqan. Mashajerda ilgari katta banya bo'lgan ekan-da. Banya bo'lgan. Bayog'i 1000 yil murda. Çöpleri mana qilib. Çöpleri vardı. Bak şu oturup turgan joy aldı. Yani. Sara. Bu adamlar ekkan ekan da, badam. Men ona gilettim katta köpek diyor. Şuradan gittim. Alaykan. Alayga. 7 kilometre. 7 kilometr. 7 kilometr ha? Da uzoq emas ekan. Oblastnoy biblioteka. Qizil oblastnoy biblioteka. Bizning universitetdan ishtalar mushtahana. O chekasi qizil bo'lib. Ha, ko'rdim. Onlarga tomonda. Общежитие. Onu kichkina domalaq emas turgan haynegi bor narxi. O'sha teleko. Na bizning nariyog'imizda park. Park bor ha? Park bor, Navoiy park. O'shani. Navoiy parki qaysi endi? Bundan ichkari kirib ketadi, suvning bo'yini hozir ko'rinmaydi bu yer. Ha, bu yerdan ko'rinmaydi. Navoiy parkka bir boramiz ha? Şerde O'zbek Dram teatri bor. Buna ilgari masjid bo'lgan ha? Alloh Alimbek tarafga Turmanganda. Muzey qilib qo'yilgan. Mana shu tomondan почти bir 70% O'zbek. Ha, bu tarafda Shahidtepada. Bu tarafda ko'p. Bu yoqda ko'p. Nima? Hozir sen kelgan ona shu buyuk nimalar turibdi. Ko'rdim. Ha. Do'stlik. Do'stlik chegarasi. Bundan to'g'riligili. To'g'ri. Yaxshi. O Andijondan taksi qarasang o'sha endi turaveribdi, tomon.
olaylik endi. Yana bir bor salomlar. Mana Sulaymon tog'da chiqib qoldik. Tepasiga. Skameykalarda mana o'tirib, quyosh botlarida mana shahar tomosha qilib o'tirish boshqacha zavq bersa kerak a. Xo'p, Boburning uyi deydi bu yerda. Bismillah. Nesinchi asr? 16-asr. Hijra Bobur. Namoz o'qishyapti. Jazuri o'qiylikchi. Там намаз читает. Kiraylikchi, kiring. Bismillahirrohmanirrohim. Ket oyun ketyapti. Ayın ketib qoldi. Ketdi, aya ketdi. Tur. Hoş. O'sha yoqdan studentlar bo'lib bordi. Kirpishdi, ikkidan kirpish tayyorlab, o'sha yerda kirpish tashitib, sement tashitib. Qaytarib turgan o'sha eski rasmlarga qarab. O'sha Stalin davrida buzib yuborgan ekanda, ha? Stalin davrida masalan keyin Undan keyinmidi? 70-80-yillari eski diniy odamlar kelib sinab turgan yerlarning hammasini Yotib olib charchagan. Ko'zingni yuvib ketsan, ha? Devoldi. Qo'l o'rganlarimda qilib salat. Pul ko'p bo'lsin deb turman, qilasang pul chiqishi ham mumkin. Odamlar pul tashlab ketadi deng. Qilib turib ikki qo'l teng solib. Shunday qilib. Ha, yaxshi. Ilgari boyag'i. Demak, shu g'ordan kirsam, Qaro kirib ketadi. Farg'onadan chiqaman. Farg'onadan chiqasan. Evet. Ikkita tomonga ketgan, bir yog'ina kirsang Farg'onadan chiqasan, bir yog'ina Andijon. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Qani. O yalla ikki ay. Ha, bu yoqqa qarab yurgan ekan. Voy. Hos. Yo'riq qilikchi. Qorong'i. Dars ketgan ekan, ha? Qorong'i ekan yo'q. Hech narsa ko'rinmayapti. Svetan yoritmayapti. Silliq bo'lib ketsa haqiqatan toshlari. Odamlar kiror. Ha. Degan jildardan ketdi. Ha. Yergaligi bolali bo'lgan Ha. nimalar bor-ku? Ha. O'shalar kelib siyilishadi. Ha. Shular Qatta. Aylankin. yeri balasi turbaganlar ham o'sha yerga olib kelib, chachini o'sha yerdan qo'yib, keyin chachlarini o'rib erkak bolalarni amalga o'shantib ketgan ekan. Tushunarli. Balasi turmasdan o'lib qolavergan u. Ulardan o'shanday nima qilib, chachlarini o'sha yerga qo'ydirib, anan keyin men sho'ng otamni ham shunday qilib tilab so'rab olib, chachib yuborgan deb, o'sha bir qarashda yurilgan.
Yana o'sha yerga kelib o'shanday nimalarga to'g'ri. chachini aldiratganda. Bizda ham yoshligimizda bo'lardi bunaqa urf-odatlar. Endi hozir yo'qolib ketdi. Tomonda dog' bor. Tepalarda ham g'or bor. Ha, qayerda? Havalarda. Juda ham salqin ekan. Orada ichida muzey qilingan ekan. So'q qo'yiluvchi, ilgari ko'mib turgan joyda shunday olgan ekan. Zastroyskiy period. Paket. Shu Zoroastrizm davrida Zardushtiylik deydi bizda. Kalizey. Kalizey. Teatr ko'rib turgan joy. Zardushtiylar zali ekan. Bu yerda Orxon Enesa yozuvlar emas bu. Boshqa o'xshab ketar-ku. Ha, Zardushtiylardan qolgan yodgorliklar ekan. Идемте, все. За бабушкой идем, все, никто не поворачивает. Ne? Buddistku? Что там написано? Budda. Çok buyum. Yo'q. Ha, Sulaymon maketi. Biz demak shu nariga boshidan chiqib Bobur hujrasini ko'rib, o'sha yerdan kelib mana bu yoqqa muzeyga kirdik. Nasional kiyimlar endi. Qana toshgan bu? Toshlarni ilgari jazib bo'ldi. Ha, qayroq toshagan. Mazmunli yozuvlar bor. Yo'q. Eshik yo'q. Shohbozi. Yerda Alloh siymoqda. Sizlardan nima bor? To'lga tarqqan. Nimani? Tasbih. To'lga tarqatildi. Birovlarning nimasini aytib beradi. Ha, folbinmi? Yo'q, folbin bo'lmasa kerak. Ha, shamanizm, shaman ekan. Ha, mana
Şaman. Tangreizm deydi, ha? Ayga biz shu shaman Turkiylar shaman bo'lgan. Tangreizmga nima qilgan birinchi? Tangrizmdan olgan diye. Tengirga tegilsin. Bu yerda nima? Ajoyib joy. Shu rasmda taqqanda dag'i shu ko'p narsani bildirayotganda ana bunday chiqib turganda mana son shuning uchun shunda taqqan Juda ham salqin ekan, ajoyib, ha? Qarang, tashqari issiq, bu yer endi g'or-ku. Nolaligi Salqin. kunga o'tirgan chilten qanadi, chilten. Chilten qona. Chil degan 40 degan so'z ekanda. Bo'ldi. Aynib qolganda Shakka kirib, ha. shu 40 kun shunday o'tirib Yo'q, shu yerda yotgan 40 kun. Shundan saqayib chiqqanda Gunoh ish qilganlarda endi, ha? Yaxshi emas. Ha, yo'q. Haliginday aynib qoladi-ku. Yomon bo'lib chiqadi. Jinni olib, shunda olib qolganlarda. Shunaqa joyda saqlashgan. Qo'y. Shu ichinde nimalar saqayib Ikkinchi etajim bor ekan. Qo'y. O'zi zo'r ekan, rostdan ham haqiqat. Ha? G'orni ichi. Senetden 2 etaj emas, 3, 4, 5, 6 etajda bu. Baland ekan bo'lsa. Boyagi girib ketgan joylarini bekitib qo'ygan, o'sha naridan girib ketadi, uni qaytlanmaydi deymiz. Yo'q. Bu yerlerde uçlardan nimeleri varlar, diyeyim. Bozulganda, buna okşağında. Ha, bana o'xshagan, ha. Yo'q. Havoy cho'chqa o'ylashyapti endi. Bunu daha boş tartib qo'y shu. Mashinadan kelib chiqqan ekan bu yerda. Yo'q, ko'raman. Tug'ishganlar bilan tushunmaysiz, rasmda. Neandertallarda endi, shunaqami? O'sha yerda hammasini shunday nimalar borlar. Eski. Shunday tushib. Ha. Ha, mana bu yerda bor ekan. tog' teki. Ha, tog' tekesi. Ha. Katta bo'lar ekan, ha, baquvvat. Kattasi katta bo'ladi, uni yashidan 100 dan hisoblaydi. Juda og'ir bo'ladi, shoxi. Shoxida uni har bir mendek turganlar meni yashinasi. Ha. Tug'anlar bilan tushirtasan sirtga. Enes vermeyiz bir şey oldu. Hatay Bishkekingizga. Uçup gel bana sen tatayı. Shunga qo'yib oladimi? Ha, bitkisinde yok. Seni. Hiç güldürmez de dayanmayın. Ye? Barsuk. Ay oğlum. Barsuk. Çiğebelim. Ha. Ya o ayak. Ha. Ne koy ne? Barsuk. Demek sho'ro degan ichimlik bor ekan, birinchi marta ichib ko'rishim. Xo'p. Chalab degani bizda ayron bo'ladi. Ayron bilan yana nimadir aralashtirib beradi. Maqsim. Maqsimmi? Texnologiyasi boshqa. Menga nimani eslatdi? Ayronni ta'mini keyin bizda atala deydi-ku.
edi. Bizda O'shani, bile barda. ha, o'shani ta'mini eslatib yuboryapti. Qo'l Aralash. Qo'l boshqarida chala ochitib jasaydi. O'zicha kompaniya bor. Hı. Miroy, Brin, Hı. Allah. Hı. Nalo. G'orni ichidagi muzey. Pastidan giri o'sha tepasidan chiqadi. Ha, pastdan kirib tepasidan chiqdik. Zo'r chiroyli muzey ekan. Salqin, yozda issiqda kirsa g'orni ichi juda salqin ekan. Havo ham salqin bo'lib qoldi. Ancha.